Hammaga xayrli kun. Qor, yomg'ir qarorini berolmayapti. Qaysi biriga yo'l bo'shatsa-da, qish kelgan qor yog'ursa, nima dedinglar? Xullas, yana bir kun sizlarga podkalarim bilan shunaqa chiroyli joyga keldim. Bu yerda выставка bo'layotgan ekan. Topinglar, qaysi metro stansiya Moskva bo'yicha. Qanaqa, nima deydi? Endi bu торговый центр to'g'ri bo'lmasa kerak, потому что bu yerda торговый центр emas. Bu yo o'sha мероприятиялар, соревнованиyalar o'tkaziladigan joy. Xullas, shunaqa выставка bo'ldi. Короче, bu yerda xina, tushunsanglar agar. Qizilcha shotini mana o'zimga ozgina shunaqa o'zimni erkalatay deb menga ham chizib qo'yishdi. Qalay bo'pti, chiroylimi, nima deysizlar? Так, kim qiziqsa, yozib qoldi desanglar, keyin fotografiyasini tashlayveraman. Qandoq konец bo'lganini, потому что фотографии я не снимала. Я не сфоткала. Shunaqa chiroyli archani ko'rib, baram chiroyli, shunda yoniga olgim keldi. Shunda tishlab olsangizda, shunaqa chiroyli bo'ladi. Videoga olib. Uyga qaytdim. Xudo tezroq nimaiki yaxshi niyat qilayotganmiz, hammasiga erishishimizga yordam bergan, hammamizga osonidan bergan. Umuman qaysi davlatda yurgan musofir bo'lsin, musofir o'zing ehtiyot qilgin, ishini o'ngidan bergin, asragin, bandam degan suygan bandalaring qatoridan qilgin. Allohim, boringga shukr, senga sig'inib o'tganimizga shukr, musulmon qilib yaratganingga shukr, Allohim o'zingga shukr.